Urumchiga ko'pchilik tovarlarni ko'rib, olib kelib biznes qilaman deb boryapti. Bundan tashqari Xitoyga, Guanzhouga borishyapti. Ko'pchiligiga bilet narxlari qiziq bo'lyapti. Koreyaga ishlagani hamda o'qishga ketayotganlar bo'ladi. Biletni narxlariga ko'pchilik qiziqadi. Mana sizlarga bugungi videomizda Xitoy hamda Koreyaga biletlarning narxlari bo'yicha Bobur akam bilan to'liq ma'lumotlarni yetkazib beramiz. Videomizni oxirigacha ko'ringlar. Bemalol 12 ta viloyatdan onlayn biletlarni rasmiylashtirirsalaring bo'ladi. Bu bo'yicha ham ma'lumot beramiz. Yokida Xitoydan, Koreyadan qaytish biletlarini ham onlayn xarid qilsalaring bo'ladi. Videomizni oxirigacha ko'rsalaring to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Bobur aka endi narxlar bo'yicha ma'lumot bersangiz. Hop, Toshkentdan Urumchiga uni bez bagaji 1.950.000 so'm chiqadi. Bagajligi 2.190.000 so'm chiqadi. Toshkentdan Guanzhouga ham reysimiz bor. Uni bez bagaji 3.240.000 so'm, bagajligi 3.900.000 so'm chiqadi. Xo'p, endi Koreyachi aka. Hop, Toshkentdan Incheonga bitta bagajligi 4.180.000 so'm, ikkita bagajligi 4.730.000 so'm chiqadi. Toshkentdan Seulga bez bagaji 3.400.000 so'm, bagajligi 3.800.000 so'm chiqadi. Endi aka onlayn rasmiylashtirishda tartibini tushuntirib bering aka. Hop, ekranda nomerlarimizda Telegram bor. O'sha Telegram orqali pasportlaringni tashlasalaring, aviabiletlaringni rasmiylashtirib PDF variantini tashlab beramiz. Biletimiz elektron variant bo'ladi. Tashlab berganimizdan keyin biletni ko'rib, ishonch hosil qilganlaringdan keyin to'lovini amalga oshirsalaring bo'ladi. Xo'p, Bobur aka aeroportga borsa, bilet chiqmay qoladimi, yo'q qanaqa muammo bo'lib qolmaydimi? Ko'pchilik baribir qo'rqar ekan. Unaqa muammolar bizda bo'lmaydi. Biz 100% aviabiletimizga javob beramiz. Bizda hammasi ishonchli. Xudo xolasa, mana sizlarga ajoyib imkoniyat yaratib qo'yganmiz. Ko'rasizlar, tekshirasizlar, keyin to'lovlarni amalga oshirasizlar. Xo'p, Koreyaga o'qishga ketayotganlarga, bundan tashqari Urumchiga borib tovar olib kelaman deganlarga, arzon bilet oqtarayotganlarga mana shu videomizni yuborib qo'yinglar. Tezkor avia eng arzon biletlar xudo xolasa bizda bo'ladi. Bobur akamga aloqaga chiqaverasizlar. Bundan tashqari farg'onaliklar bo'lsa, bemalol ofisimizga tashrif buyursalaring bo'ladi. Aka, ofisimizni manzilini tushuntiraylik. Manzilimiz Farg'ona shahar sentrida Tojimahal ro'parasida. Xudo xolasa hammalaring kelaverasizlar. Bobur akamiz o'zlari kutib olib, chiroyli ma'lumotlar beradilar.